Buni yegan odam hozir prosta aka, yana orqasidan 4 ta qo'yib yuboring deydi-da. Mol go'shtida shashligimiz. Bizda 10 xildan ko'p shashlik turi bor. Hozir sizlarga bitta ikkita turini pishirilayotgan, ya'ni tayyorlanayotgan to'g'ri marinovkalarni polni ko'rsatamiz. Yaxshilab e'tibor bilan kuzattiringlar. Mana bu yerda 15 kilo mol go'shti to'g'riladi, tayyor bo'ldi. Spetsiyalar, gramovka hammasi o'lchangan. Tuzlarni beramiz. Zirasini beramiz mana. Kashnuch 300 gram pista yog'i. Marinovkamiz mana tayyor. Endi 6 soat hajmiga kirib qo'yamiz va 6 soatdan keyin buni shiqqa o'tkazib pishirishni boshlaymiz. 6 soat turgandan keyin shashlikni olamiz. Bitta videodan shiqqani o'tkazamiz. Zo'rg'ayski. Yana pastamon yog'i. Yumshoq bo'lib qolib, tayyor bo'ldi. Keling, yaqinroq ko'rsating. Endi buni pishirib, hozir sizlarga tayyor qilib beramiz.